O'zbekistondan avtotransport vositalarini chet elga olib chiqish tartib-qoidalari haqida eslatib o'tdi. Kim bilmasa ushbu videoni oxirigacha ko'ringlar va keyingi videolarda ham qiziqarli yangiliklar, ma'lumotlarni joylab boraman. Obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Demak, ketdik. Sizga tegishli bo'lmagan mashinani haydab O'zbekistondan chiqib ketayotgan bo'lsangiz, u holda sizga berilgan ishonchnomada ushbu avtotransport vositasini chet elga olib chiqib ketish huquqi mavjud yoki mavjud emasligi aniq ko'rsatilishi shart. Bu haqda 24-dekabr kuni Vazirlar Mahkamasining qarori bilan avtotransport vositalarini rasmiylashtirishga doir bitimlar tartibiga aynan shu mazmundagi o'zgartirish kiritildi. Bu bejiz emas. Xabaringiz bor, 2024-yilda ayrim shaxslar tomonidan o'zlariga tegishli bo'lmagan avtotransport vositalarini aynan ishonchnoma orqali O'zbekistondan olib chiqib ketishga doir bir nechta holatlar kuzatilgandan so'ng qonunchilikdagi ushbu huquqiy bo'shliqni to'ldirish maqsadida Bojxona qo'mitasi tomonidan aynan shunday taklif ilgari surilgan edi. Demak, mashinasini ishonchnoma asosida boshqalarga berayotgan yurtdoshlarimiz ushbu qoidani eslab qolishlarini so'raymiz.